Assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan men Botman bo'laman va sizlar bilan bugun hozir yana bir keyingi video, ya'ni obunachim bilan keyingi birga-birga ko'ramiz bolalar. Hozirgi birga-birlik ancha normalni bo'ladi bolalar. Chunki bu mening obunachim. Ko'p odam menga parishga qilib iDunios o'ynaymiz birga-bir deb yozgan ekan va men shu o'shalardan bittasi bolalar. Va hozir bu bilan o'ynaymiz. Xo'p, men uni hozircha meni atrofimdaligi aniq. Hozir men uni topyapman va mana listaga qo'yamiz. Menimcha normal o'ynaydi, men hali o'ynashni ham bilmayman. Lekin obunachizman dedi. Hop. Hoppa. Hozir mana joni kam. Hujjat uchmay qolyapti. Va bizdan birinchi shot olindi bolalar. Rahmat bolalar sizlarga parishga uchun. Juda ham ko'p odam meni kuzatibdi. Yana obunachilarni tez boshlashinglar bolalar. Hali men turnir qilmoqchiman va u turnirda bevamallab biz o'ynay olamiz. Hozir u turnirgacha qachon bo'lishini bilmayman, lekin shu 50 talarcha obuna bo'lsa, aniq turnir bo'ladi. 50 ta. Ikkinchi shot ham olindi bolalar. Obunachimdan 2-0 hisob ketmoqda bolalar. Hozir endi qolgan shotlarni ham bevamallab ola olamiz. Agar 50 ta obunachi yig'sak, lekin dahshat turnir bo'ladi. Hop, mana vaqtda kutyapti ekan meni. Senga qo'yib o'ynayapti endi nimagadir. Va 3-0 hisob ketyapti. Nimagadir obunachimiz yaxshi o'ynay olmayapti. Mayli. Va endi yana shunaqasiga o'ynaymiz bolalar. Hozir 5-0 ga yutishning iloji bormikan bilmadim-ki bolalar. Lekin unaqa obunachilarni yomonlash niyatim yo'q. Shunchaki menga anchadan beri do'za tashlaydi. Oy. Yumpida shot oldi. Yaxshi. Hozircha hisob 3-1 va hozir bizda 5-raund bo'lyapti. Hop, yo'lini yopamiz. Chiqamiz. Hoppa. Agar 1000 ta obunachi yig'sak, 1000 ta. Inoshning sochini kistikalga oldiramiz. Bilganlar biladi, men Inosh aslida mening ukam. Men joni kam bo'lgancha qochyapti deydi va meni oldimga kelayotgan payti Inosh yaqinda o'ziga ham YouTube kanal ochmoqchi bolalar. YouTube kanalda keyin streamlar bo'ladi. Agar ko'p obunachi yig'sak, men yuzimni ko'rsatib stream ham qilishim mumkin bolalar. Hozir men uni qayerdaligini ko'rmayapman. Oy. Devabashkada qo'ydi bolalar. 3-2 hisob. Va endi keyingi shotlarni olishga harakat qilaman. Nimagadir yaxshi o'ynay olmayapman bolalar. Shuncha shot oldimda, endi o'ynay olmayapman. Oy. Hop. Super tezlikda boramiz, lekin shu super tezlikda borsam ham jonimga tushishadi va shotni oldim bolalar. Hozir o'monni qaranglar, 1111. Bolalar bunaqa o'mon kamdan-kam bo'ladi. Sizlarda eng chiroyli o'mon qilganlar nechi? Kommentda yozib qoldinglar bolalar. Men o'qib chiqaman. Oy. Obunachim jonimni ichib tashadi.
Shunga endi yashirinib olib chiqib olamiz. Cho'sa kirsalik qilib oldi bola. Va hozir bu tomondan kelamiz. Menimcha shu tomonda bo'lish kerak. Orqamdan kelyapti ekan bola. Hozir bitta dava boshqani o'qlaymiz. Qayoqdaligini bilmayman bolalar. Ko'rdim. Va bolalar favosda 5 ga 2 bo'ldi bolalar. Video yoqqan bo'lsa o'z fikrlarini yozib qoldinglar bolalar. Hammaga xayr. Sog'lom bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha bolalar. Yana men bilan o'ynamoqchi bo'lsanglar, aydiyomdan o'ynaymiz bolalar. Hammaga xayr.